Hozir parvozdan o'sha uch qahramondan Furqatjon kelgan. Qo'ylari bor ekan, o'sha qochirishga, demak bir qo'chqor kerak bo'lgan ekan, o'shanga hozir kelibdilar. Mana shu zaruriyat bo'lganligi uchun qaytib kelgan qo'chqorlardan bittasini yoqtirib qoldilar. Hozir o'shani tarozga olib chiqamiz. Mana shu edi, ha? Mana shu, mana shu. Mana Furqatjon tanlagan bitta qo'chqor tarozga olib chiqdik. 92 kilo vazn ko'rsatdi. Mana Furqatjon bilan ham baraka qildik. 6.440.000 so'mga. Alloh barakasini bersin. Ilohim ishlarni rivojini bersin. Ilohim yaxshi nasllar belidan tushish nasib qilsin. Xo'p. Tarozdan hozir mashinaga ortiladi. Go'dan, qarayli go'dan. Zo'r joyga ketyapsan, kuyov bo'l. Parvozda mana sovchilar keldi senga. Mana bagajingni ham to'ldirdi-yu bu. Savlatni qaranglar. Ana bu. Bo'ldi mana xudo xolisi. Furqatjon, Ishlarga rivoj. yaxshi ko'rishinglar, yaxshi yetolinglar. Xo'p. Sog' bo'linglar. Yaxshi nasl olish nasib qilsin. Belidan zo'r qo'chqorlar tushsin. Bolalarni tashlab beraman. Xudo xolisi, xudo xolisi. Yana bitta qo'chqorimiz, xudo xolisiga qarab turibki. Sizlar bo'lsa hammalari xudo xolisi bizani kuzatib borishga chaqiraman. Mana shu yaqin kunlarda Qirg'iziston chegarasini ochish kerak chorvaga. Xudo xolisi biz e'lon beramiz. Bizani kuzatib. Obuna va izoh qoldirib yuksalishimizga hissa qo'shing.